Mana shu mashinani sizlarga 7,5 ming dollarga qo'ndirib qo'ydim. Mana shunaqa darajalarga keldiki, bizni xohlagan mashinalar, endi bizni xohlagan narxda. 7,5 mingga Honda Accord, akalar. Salon holatlarini ham ko'ramiz. Birinchi kuzovdan ma'lumot berib o'tamiz. Kuzovda kraskasi bor. Kraska есть, udar bo'lmagan, просто Saratovda. Sarapinasi. Hamma stoykalar, Butun. butun, tekst butun. Ходовой моторчик, aka. По технической части мотор ходовой yaxshi. Я вам говорил, короче, только подушка almashtirdim, motorniki, коробканiki, granat almashtirdim, bo'ldi. To'rtta yangi balon, 4 yangi balon ham qo'yilgan. yangi diska, не катанный, не вареный, holati zo'r. Faqat laboyda trishinasi bor ekan. Qo'yib 7,5 mingga ketsa qilib berasiz. Все хорошо, aka. 7,5 mingga okalar. Nima deyapti bu mashina, okalar? Notarius ham sizdanmi? Notariusda? Voy, gap yo'q lekin. Avtomat korobka mashina zo'r holatda. Probega necha edi? 226 ming. Bemalol kelib tekshirib olsa bo'ladi. Honda Accord okalar, voy mashalloh. 7,5 ming dollarga okalar nima deyapti? Salon holatlari ham akkuratda turibdi. Mana qaranglar. En full emas. Misol uchun yuklari yo'q. Karpetkalari ham yaxshi holatda. Hop, climate control, cruise control menimcha ular muammo bo'lmasa kerak, bularda komfortda. Xali ana diska beraman. Diska emas, shtampovka с резиной. Bo'ldi, хорошо. Hop, kelgan notarius sizdan Notarius manda 7,5 ming dollar bo'lsa, laboygacha almashtirib beramiz. Neringiz aka? 99lik 99lik 309 99 06. Arzon yoki qimmatmi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Like, podpiska yozib qo'yinglar. Bu mashinani bilganlar xarakteristikasini kommentariyada yozib boringlar. Qanaqa yaxshi mashinaligini. Salomat bo'linglar.